Bu masjidda ikkita afsona bor. Shu ikkita afsona minglab odamni aldab keltiryapti. Xullas, afsonalardan bittasi o'rtoqlar. Pir Xo'ja Alining vafotidan keyin dengizga mana shu yerdan turib jasadini oqirib borishgan ekan. Bular nima qilib oqirsa ham jasadi qaytib kelaverarmish, xuddi shu joyga. Ikkinchi afsona shuki, Pir Xo'ja Ali davrida bir ayol yig'lab o'tirgan ekan. Pir Xo'ja Ali borib, "Nimaga yig'layapsan? Nima bo'ldi?" deganida, "Men yog' sotib oldim, to'kordim" degan ekan. Xo'ja Ali keyin haligi cho'pi bilan bitta yerga ursa yog' oqib tushishni boshlabdi. Tushundinglarmi? Ozgina Zamzam tarixiga ham o'xshab ketadi bu. Tangrining ishini qilib qo'ydim, ya'ni yo'q narsadan bor qilib qo'ydim. Ana endi tavba qilishim kerak deb hamma boyliklardan voz kechib, tarqatib yorib, sufizm yo'liga kiribdi. Xullas, o'rtoqlar, o'ta ketgan sodda bo'lish ham kerak emas. Nimaga desanglar, duoni faqat Allohga qilish kerak, niyatni faqat Allohdan so'rash kerak, bandasidan emas. Buni azgina fikr yuritsa odamlar, azgina miyani ishlatsa, bu narsani shundoq ham avtomatik tushunishadi. Yanada qiziq joylar haqida o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling.